Assalomu alaykum baliq ishqibozlari. 3-iyun baliq ovga chiqdim o'zim sheriklarim. Birinchida chiqqan Vostochga. Odam bor, har joyda o'tiribdi. Soat 5:30. Xudo xolisa ovimiz barodam esa qo'yib boraman. Natijalarni ovimiz Alloh barodam. Harmonlarni otib bo'ldik hammasini. Hozircha jimjit. Xona qo'shnilar ham jimjit. Bugun bitta baliq sakrab turibdi suvda. Kaploga bitta kichkina boblar chiqdi. Yutib yuborgan ekan. Kutamiz, nasib qilgan bo'lsa bo'ladi. Mana bu joy konteyner ko'milib ketgan konteyner. Yo'q. Suv tagida qolib ketgan. Suv kamaysa yozda bu yerda ov yaxshi bo'ladi, baliq yaxshi chiqadi, lekin yo'li juda ham changda, bu yozda kelish juda ham chang yo'l. Keyin negadir bu yerda issiq, juda ham yomon issiq bo'ladi. Qattiq issiq bo'ladi yozda. Ilonbosh ko'p. Ha biz zavtrak. Davra zavtrak. Mayli o'tiramiz, dam olamiz. Chiqmasa kichkina baliqlar ushlab pishirib yeymiz. Bobla bo'lsa ham. Alloh ovimizni barobardan bersin. Soat 11 bo'ldi. Shu bitta paklovka bo'ldi, normal sazon olib chiqolmadim buni ham. Sekin yig'ishtirib boshqa joy ko'ramiz, Surzakami. Baliq ko'p, baliq bor. O't, suvni tagi to'la o't. U tashlagan yemni baliq ko'rmaydi baribir. Mabodo ko'rib ilingani ham o'tdan olib chiqib bo'lmas ekan. Hamma shunaqa qilib ketyapti sekin. Shasht bilan keladi, sekin hamma qaytib ketyapti. To'g'ri baliq ko'p, juda ham ko'p. Normalni ikra qo'ygan, kichkina malyok rosa juda sazan, faqat sazan malyok. Ikrani rosa normalni qo'ygan. Xudo xolasa kuzda katta bo'ladimi, bilmadim endi. Suv sal chekinsa, odam pastda yuradigan bo'ladi, o'shanda ushlasa bo'lishi mumkin. Lekin undan oldin iloji yo'q menimcha. Hali ko'ramiz boshqa joyni. Soat 12 bo'ldi, Vostochkadan chiqib Surzakga kelib oldim. Endi Vostochkada o't ko'paygan, baliq olib chiqib bo'lmadi, iloji bo'lmadi. Bu yerda ham ko'ramiz. Qamish o't oqib turibdi, lekin baliq o'ynab turibdi kichkina. O'tirganlar so'rasam sust bo'lyapti, bu hozir sust bo'lsa ham charasi chiqib turgan. Nasib qilgan endi. Endi bu yoqqa ko'cholmasak kerak. O'rtada o'ynab turibdi, lekin yomon emas joy. Balkim yaxshi bo'lar. Vostochkada baliq ko'p ekan juda ham, lekin biz mana otgan qarmoq yemni baliq ko'rmagandan keyin ko'pligining foydasi yo'q. Shunday o'ylayman, bitta o't oqib turibdi, qamish yirik. Balki mana qamishga qo'yib qo'yarman. Cho'ktirib kemaga qo'ymasa Alloh barakasini bersin. Balkim bu yoqda paklovka o'zi mana tashlagandan bor harakat. Shu olsan cho'qilyapti, kichkina baliq bo'lsa kerak. Mayli karasmi? Borda o'zi mana. Eng asosiysi. Nima bo'lsa ham. Tepaga joylashdim. Bu yoqda ochiq joylar bor ekan, bu yoqqa ham tashlab qo'yaman qarmoqlarni. Joyim yomon emas, joyimda odam bor ekan, teparoqqa pastroqqa tushdim. Teparoqqa chiqdim, pastda odam ko'p ekan. Mana shu joylarga ham tashlaymiz. Bu yoqda ham bor ekan joy. Nasib qilgan bo'ladi.
Lekin mana baliq o'ynab turibdi, kichkina baliq lekin. O'xshasa o'xshab qolar. Sazan, kichkinasi ham sazanda. Tiqir qilib qo'yadi shu. O'zi kichkina bo'lsa. Kichkina sazancha. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqin joyga olib qo'yaveramiz. Yiri. Qamish olib keladi, svejiy o'rilgan qamish. Yulib olib ketadi qarmoq tortib. Hozir kichkina sazancha tushgan qarmoq. Yana bezor tushdi. Sal yiriroq. Qarasmi? Sal urishi boshqacha lekin. Patsaga olib kelmabman. Yatsa bo'ldi. Tushib ketdimi? Yo'q. Böyle çikolata. Kalk git ya. Perkelanan tepe. Sıkıntımıza böyle.
Ana. Oh, shiltirib ketdi. Shunga arziydi mana natija. Bismillah. Ya. Kilo ham urib qoladi. Hop. Ko'rzak sazani. 2 kilo atrofida. Harakatini bersin. Pochin. Sezonda ochilishiga pochin. Yop. Sezon boshlanishida birinchi sazan. Shuruzak. Chiqmasligi mumkin 2 kilo atrofida. Ovimiz Alloh barobar. Yaxshi. Aslida juda ham ko'p mana sazancha. Faqat sazancha, vobla ham chiqmayapti umuman. Yangi malyaklar mana. Bu yil juda ham ko'p malyak. Xudo xolasa. Suv ham toza. Terazavodda anaqasi yo'q, sassiq. Balki ko'pligiga bilmay turgan bo'lishi ham mumkin. Kichkina mana. Kichkinasi ham nima tiqir qiladi. Oh. 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 Yirik.
kichkina belank. Tuossa emäsrahalla. Bismillah. İşte. O yaxshi emas. İşte. Çık gitti. Şuradan kichkina qoldi. Ketdi. O? Ya? Bitta chiqaran shuni. Bilaman. Hop. Mesela. Sen derdin oturttun ki. Kichkina sazan bo'lsa kerak. Sen bağırıyorsun. Şimdi. On minutda ancha baliq sotishadi. 10 talar bor. Bir 4 ta yergini pishiraymi, qolgan qo'yib yuboraman. Shu. Qatordan. Yo'q. Bor. Bor. Hadi çıkıyor zaten. Oh. O zaten bor. Zaten bor. Hareketli zaten.
Jup bo'ldi xudo xohlasa. Jup bo'ldi. Rezinka böyle. Ya şunu uzun. Oh. Ya bunu çeteden yırtıp yetip duruyor. Bitiyor az oldu. Şuracak. İşte dana bir sen bu. Yani bitta tushdi. Sal kichikroq boyagidan. Bu yaxshi yomon emas. 1 kilo atrof. Ne abet. Platva 5 ta dona mana. Bir pasda pishadi hozir. Endi sazanni pishirsa sazan kattalik qiladi endi 1 kilodan oshiq kichkinasi ham. Soat ham 3 bo'lib qoldi bu yog'iga. Mayli. Sheri bo'lganda pishirarmiz sazan. 600-700 gram bo'lganda ham pishirsa bo'ladi. Kesib. Bo'ladi, bu ham yomon emas. Sal yaxshi to'rtyapti. Qarasmi? Ana kichkina sazan sal yeriga chiqib qoldim deganda. Aniq yeri emas lekin. Papilog jimib qoldi. Chuvalchang yeriroq qo'yganimga shungami? Men luba qarmoqqa chuvalcha ilsa bo'lmaydi. Tiring. Bari ovlagani ham qo'ymaydi. Shamol bo'lgan krasnoperkalar yo'q, jimjit cho'ta.
Zor qotib ko'ra qani bo'ladi. Bu? Ne? Yok. अगर घर आप लोग के ये तो ikkitaga kichkina sazanchi o'tirib olganda shu olsang qo'yadim. O haqlar o'rtada. O tortib ketdi ya qarab. Yo'q. Shunisi sal yeriroq o'xshayapti. Hozir mashina ko'taring. To'polon qiladi. Bor ekan nima kichkina. Voy, krasnogordan yirik ekani. Mana tortib turgan ekan, bekorga emas ekanda. Qoldi. Kun salqin, uni olamiz. O'lib qolmasa kerak. Qo'yaversammi? Mayli kerak. Ketaman. Sazanchik bittasi, vo'shim sazanchik kecha tuxumdan chiqqan. To'ta. Nima yo'q.
Juda kichkina ekanmiz. Bugungi ovni yakunladik. 7dan oshdi soat. Hamga yaqinlashyapti. Bugungi ovimiz mana shu Rurzakda natija bo'ldi. Va Sochkada bo'lmadi. Natija. Ikki kilo yaqin, bitta 1 kilodan, bitta mana nima baliqni ham bilmadim. Bitta baliq bo'ldi. Krasnoperka bemalol pat va tashagandan chiqdi. Pishiraman yedim. Umuman olganda Zaperetdan birinchi kuniga yomon natija emas birinchi olgan. Ko'pincha quruq qaytganmiz birinchi kuni, bugun yomon emas. 3 ta baliq. Yaxshi. Barcha baliq ovchilariga omad tilaymiz. Bundan keyingi ovlarda like bosib, podpiska qilishni unutmang. Mana shu kanalda rivojlanishida bizga hissa qo'shganingizdan xursand bo'lamiz. Sizdan hech narsa ketmaydi.